Mavzu: zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim va texnik vositalar bilan ishlash. Reja: zamonaviy axborot texnologiyalari, o'quv texnik vositalari, kompyuter sinflari, multimedia proyektorlar, elektron doska, smart mobil qurilmalar hamda ular bilan ishlash usul va vositalari, turli tizimli va boshqa ko'rinishdagi ilovalar tasnifi va tavsifi, foydalanish tartibi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining qo'llashning samarasi. Zamonaviy o'quv texnik vositalariga multiproyektor, videoproyektor, elektron doska, kompyuter sinfdagi texnik vositalar, kolonkalar, mikrofon, dasturlar, elektron doska, smart mobil telefonlar, kompyuter sinflari kiradi. Ularning har birining tasnifi va ishlatish prinsipi, qoidasi bo'ladi. Videoproyektorlar oddiy va sensorli bo'ladi. Kompyuterlar ham oddiy va sensorli, ekranli, klaviaturali bo'lishi mumkin. Sichqoncha ham oddiy va sensorli bo'ladi. Bu zamonaviy texnik qurilmalar, zamonaviy klaviaturalar ham sensorli ko'rinishga ega. Kompyuter sinflari kompyuterlar bilan jihozlangan kolonkalar, sensorli televizor, printer, skaner, modem va boshqa qurilmalar bilan jihozlangan bo'ladi. AKT ya'ni axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish hozirda muhim vazifalardan biri bo'lib qoldi. Ta'limda oxirgi vaqtda yangi texnologiyalar paydo bo'lmoqda. Misol uchun, interaktiv doskalar, multiproyektorlar, smart kitob tushunchasi paydo bo'lmoqda. Testlash, testdan o'tkazish tizimlari, planshetlar, dasturiy ta'minot paydo bo'lmoqda. Hammaga mashhur bo'lib kelayotgan mobil tizim ta'limga ham kirib kelib, Android kabi yangi mobil operatsion tizimlarni foydalanuvchilar uchun mashhur qilib kelmoqda. Asr o'rtalariga kelib, tezkor mashina mexanizmlaridan foydalana boshlandi. Murakkab texnik va texnologiyalar o'ylab topildi. Ko'pgina masalalarni hal qilish jarayonida axborot hajmi behisob bir majmuaga aylanadi hamda bu axborotlarni yig'ish va uzatish vositalarini yaratish, ularning vaqtida qayta ishlab, boshqarish uchun zarur bo'lgan choralarni belgilab chiqish kerak bo'lib qoldi. Ko'pchilik vazifalarni bajarishda boshqarish jarayonlarini takomillashtirish, axborot tizimini joriy etish, mutaxassislarni kompyuterda ishlashga o'rgatish muhim ahamiyat. Axborot texnologiyalari faqat fan va texnika vositasi bo'lmasdan iqtisodiy rivojlanishning muhim omiliga aylanmoqda. Axborot bilan qamrab olinmagan biror muhim xo'jalik sektorini tasavvur qilish qiyin. Ayni paytda hisoblash texnikasi va aloqa vositalari asosida axborotni to'plash, saqlash va taqdim etishning zamonaviy usullari, yangi axborot texnologiyalari va xizmatlarni sotish maqsadida ishlab chiqarish mustaqil tarmoq sifatida shakllandi va ajralib chiqdi. Shunday qilib, xalq xo'jaligini axborotlashtirish kelajakka qadam qo'yish demakdir. Kundalik hayotimizda turli ko'rinishdagi axborotlar, masalan, matnli, grafikli, jadvalli, ovozli, rasmli, tasvirli va boshqa axborotlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Axborot texnologiyasi biror obyekt, jarayon yoki hodisaning holati haqidagi axborotlarni to'plash, qayta ishlash va uzatishni amalga oshiruvchi jarayondir. Zamonaviy axborot texnologiyalari shaxsiy kompyuter va telekommunikatsiya vositalaridan foydalanilgan holdagi zamonaviy muloqotni o'rganuvchi axborot texnologiyasi hisoblanadi. Axborot texnologiyalari taraqqiy etishning asosiy bosqichlari va rivojlanish tendensiyasi. Qo'l axborot texnologiyasi o'rniga 19-asr oxirida mexanik texnologiya kirib keldi. Yozuv mashinasi, telefon, diktofonning kashf etilishi, jamoat pochta tizimining takomillashuvi, bular bari avvalgi axborotni qayta ishlash texnologiyasida, so'ng ish mahsuldorligini sezilarli o'zgarishlar yuz berishda zamin bo'ldi. Hozirgi kunda axborot bilan ishlash, uni qabul qilish, yaratish, qayta ishlash ko'p vaqt talab qilmoqda. Shuning uchun 1995-yilda Microsoft kompaniyasi tomonidan axborotlarni kirituvchi, uni tahlil qiluvchi, ularni jadval usulda tartiblovchi, hattoki matematik amallarni bajaruvchi Microsoft Office paket dasturi ishlab chiqildi.
Bu dastur kundan kunga ko'pgina kerakli dasturlarni o'z ichiga olmoqda. Masalan, ular ichida eng ko'p foydalaniladiganimiz Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint va hokazolar hisoblanadi. Microsoft Office dasturi ilk bor Windows 95 operatsion tizimi uchun 1995-yilda Microsoft firmasi tomonidan yaratilgan. Microsoft Office 95 paketida asosan Excel, Word, Publisher dasturlari joriy olgan edi. Keyinchalik 1998-yilda Microsoft yangi Office dasturini Microsoft Office 98 deb nomlanuvchi paketni ishlab chiqdi. Bu paketga qo'shimcha qilib Outlook va PowerPoint dasturlar kiritildi. 2000, 2003, 2007, 2010 va 2013-yillarda yaratilgan Office paketidagi dasturlar soni yil sayin ko'payib, takomillashib kelmoqda. Hozirgi kunda eng ko'p foydalaniladigan turi bu Microsoft Office 2013 dasturidir. Bu dastur nafaqat mutaxassislar, balki yangi ishlovchilar uchun ham bir buncha qulaydir. Axborot texnologiyasi bu axboriy ma'lumotni bir ko'rinishdan ikkinchi, sifat jihatdan yangi ko'rinishga keltirish, axborotni yig'ish, qayta ishlash va uzatishning usul va vositalari majmuasidan foydalanish jarayonidir. Axborot kommunikatsiya tizimlari va texnologiyalari fanining mantiqiy tuzilmaviy sxemasi. Axborot kommunikatsiya tizimlari va texnologiyalari fanni o'qitishdan asosiy maqsad talabalarni zamonaviy texnik vositalar, operatsion tizimlar va instrumentlar vositalaridan foydalanish usullari, hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish, tamoyil va uslublari bilan chuqur hamda har tomonlama tanishtirishdan iboratdir. Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim tizimiga tatbiq etish, iqtisodiy samara berish bilan bir qatorda o'quv jarayonida yangi o'qitish uslublarini qo'llashga keng imkoniyatlar ochadi. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llash asosan shaxsiy kompyuterlar va axborot texnologiyalarining pedagogik dasturiy vositalari yaratilishi bilan bog'liq. Multimediali texnologiya ko'p muhit degan ma'noni anglatadi. Bir vaqtning o'zida ma'lum taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishga imkon beradi. Matn, grafika, animatsiya, video tasvir va ovoz. Multimediali texnologiyaning eng muhim xususiyati interfaollik, axborot muhiti ishlashida foydalanuvchiga ta'sir o'tkaza olishga qodirligi hisoblanadi. So'nggi yillar davomida ko'plab multimediali dasturiy mahsulotlar yaratildi va yaratilmoqda. Ensiklopediyalar, o'rgatuvchi dasturlar, kompyuter taqdimotlari va boshqalar. Ta'limda fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyani asosli mexanizmlarni ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o'qishni, mustaqil masofaviy ta'lim tizimi bilan bilim olishni individuallashtirish, texnologiyasini ishlab chiqish va o'zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida elektron ta'limdan foydalangan holda talabalar o'qishini jadallashtirish va shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. O'quv jarayonini elektron ta'lim asosida tashkil etish, shu jumladan o'quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma'lum o'zgarishlar kiritish kerak bo'ladi. Texnik jihozlar bilan ta'minlanganlik, kompyuter tarmoq qurilmalari, yuqori tezlikdagi internet tarmoqlari, videokonferensiya jihozlar va hokazolar, dasturiy ta'minotga qurilmalarni ishlatadigan dasturiy ta'minotlardan tortib, shu soha uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami kiradi. So'nggi yillarda G'arbda ta'lim tizimini boshqarishga qo'llanib kelinayotgan internet tarmog'i orqali elektron shakldagi ta'lim turini elektron ta'lim e-learning atamasi bilan kirib keldi. Elektron ta'lim axborot kommunikatsiya texnologiyalar asosida ta'limning turini ko'rinishdagi anglatuvchi keng tushunchadir. Elektron ta'lim tashkillashtirishning ko'pgina manbalari orasida ajralib turadi. So'nggi yillarda G'arbda ta'lim tizimi boshqarishda qo'llanib kelinayotgan internet tarmog'i orqali elektron shakldagi ta'lim turini e-learning atamasi bilan kirib keldi. Elektron ta'lim axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida ta'limning turli ko'rinishlarini anglatuvchi keng tushunchadir. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda fan va texnikaning rivojlanishi pedagoglar oldiga qator yangi vazifalarni qo'ymoqda. Axborot texnologiyalari ta'lim jarayonlari qanday bo'lishi kerakligini
axborotlarni qanday taqdim etilishi, qanday hajmda va qanday bo'lishi kerakligini, axborotlarni qanday taqdim etishni, qanday hajmda va qanday ko'rinishda bo'lishini belgilab bermoqda. Shuning uchun eng asosiy, hatto birinchi vazifa ta'lim tizimidagi yondashuvlar, texnik vositalar, shuningdek ta'lim texnologiyalari, yangi metodlari, ta'lim jarayonini ta'minlovchi o'qituvchilar hamda texnik mutaxassislar uchun yangi va tushunarli bo'lishi ta'minlash kerak.